Xo'p, Excel dasturida shot если formulasini qanaqa ishlashini birga o'rganib olamiz. Xo'p, buning uchun men jadval yasab olishim kerak. Birinchisi shu jadvalni A ustuniga olib keldim. A bilan B ni orasiga olib kelyapman. Orasiga olib kelganimda e'tibor beringlar, bu yerda ham chapga ham o'ngga qaragan strelka paydo bo'ladi. Xo'p, o'rtasiga chizig'iga olib kelsanglar faqat. Mishkani chap tugmasini bosib turib, qo'yavermasdan sal tortdim. Bu nimaga? Bu raqam qo'yamiz. Xo'p, B ustunini sal o'ng tomonga qarab surdim. Bu ism familiya yozish uchun. Endi bitta tabela yasashimiz kerak o'zi aslida. Xo'p, endi men S ustunidan mana yuqoriga chiqyapman. Yuqoriga chiqsam, pastga qaragan qora strelka paydo bo'ladi. Mishkani chap tugmasini bosib turibman, S ustuniga olib kelib, yuqorida. Mana bunaqa emas, mana bunday qilib tortish emas. Men eng yuqoridan tortyapman. Eng yuqoriga mana A, B mana ustunlarda, shu ustunlarni oldiga olib kelib, tepasiga ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosib turib, qo'yavermasdan tortyapman. Men hozir kamida 25, 27, 29, mana 31. Xo'p, 31 gacha olib keldim. Ustiga olib kelyapman-da, mana shunaqa. Endi biza buni mana bunaqa holatda sal tortyapman. Mishkani chap tugmasini bosib turib tortyapman. Mana kichkina bo'ldi. Ya'ni biza hozir bu yerda kichkina tabela yasyapmiz. E'tibor bering, hozir men yengib olib ochaman-da. Mana bunaqa holatda siz idealni bitta o'sha kateyni bir xil qila olmaysiz. Masalan, bundoq qilib olib kelib, keyin bunisini olib kelib, tortib, bir xil ideal holatda kateylar tushmaydi. Mana bundoq qilib olib kelib, kateylarimiz bir xil bo'lmaydi. Biza bir xil bo'lish uchun D ustuniga olib kelyapman-da, mana D ustuniga olib keldim. Ustiga olib kelgandan keyin mishkani chap tugmasini bosdim. Bosib turib, qo'yavermasdan o'sha kerakli ustunlarni olamizda. Kerakli ustunni olganimizdan keyin mishkani chap tugmasini qo'yaverdim. Endi xohlasak D bilan Y ustuniga olib kelaylik, xohlasak F bilan G ni ustuniga orasiga olib kelsak, mana bu chizig'i bor. Mana bu chizig'i. Mana bitta chizig'i bo'ladi. Bundoq chiziq. Mana shu Y bilan F ni orasida bitta chiziq bor. D bilan Y ni orasida ham bitta chiziq bor. O'sha chiziqlarga olib kelamiz. Chizig'iga olib kelganimizdan keyin mishkani chap tugmasini bosib turib, qo'yavermasdan biza kerakli yacheykalarni, o'sha ya'ni ustunlarni kerakli holatga keltirib olib, o'zimizga tegishli bo'lgan joygacha olib kelib olib, mishkani chap tugmasini qo'yaverdim. Mana bunda idealni bir xil bo'ldi. Mana bu bilan buni orasidagi farqi bor-da mana. O'zimiz bu yoqda surganimiz bu kichkina mana qilib o'zimiz tortib qo'ysak, mana joylar idealni holatda bo'lmaydi. Agarda biz ustunlarni olib kelib, kerakli diapazonni bundoq kerakli joygacha olib kelib olib, mishkani chap tugmasini bosib turib, chapga o'ngga sursak, o'zi har bir kateyni bir xil holatga keltirib berar ekan. Xo'p, men xuddi mana shunaqa biz hozir shunday narsani yaratib oldik. Endi bu yerdan biz mana ikkinchi A ustunini ikkinchi qatoriga, ya'ni mana e'tibor beringlar, mana A ustuniga olib kelyapman. A ustunini ikkinchi qatoriga, mana shu A2 qatoriga olib kelyapman. Xo'p, mana shu katega olib keldim. A ustunini ikkinchi qatori. Mishkani chap tugmasini bosib turibman. Qo'yavermasdan mana bu yergacha olib keldim. A gacha olib keldim. Xo'p. Endi mana shu kerakli joygacha olib oldim. Mana shu mishkani A ustunining ikkinchi qatoriga olib keldim-da, mishkani chap tugmasini bosib turibman. Kerakli joygacha olib keldim. Mana gacha olib keldim. Xo'p, endi men masalan 7 ta qatorni oldim. Mishkani chap tugmasini qo'yib e'tibor beringlar, bu tomonimizda bizda главный menuyimizda o'rtasida mana bunaqa
qalin qiladigan, jирный qiladigan, kursiv qiladigan yoki bo'lmasam tagiga chizib qo'yadigan joylarimiz bor va bizda bu yoqda jadvalimizni mana shu hozir yaratayotgan jadvalimizni chetidagi chizuvlarni qoraytirib berish uchun ishlatiladi. Xo'p, mishkani chap tugmasini bosdim. Sekransiya qildim. Mana bo'ldi. Sekransiya qilganimdan keyin endi biz birinchi va ikkinchi qator, ya'ni A ustunini ikkinchi va uchinchi qatorini olyapman. Mishkani chap tugmasini bosib turibman. Qo'yib yubormasdan pastga tortdim. Mishkani chap tugmasini qo'yib yubordim. Главный menyuni объединить и поместить в центр degan joyi bor. O'rtada mana bunaqa belgi bilan. Mishkani chap tugmasini bosib qo'ydim. Mana bunda jadvalimizni ikkita ustunni bitta qilib birlashtirib berdi. Xo'p, bir ustunimizni ham xuddi shunaqa mishkani chap tugmasini bosib turib, ikkinchi qatorga olib o'tdim. Mishkani chap tugmasini qo'yib yubordim. Endi главный menyuni xuddi hozirgina shu A ustunida qilganimiz kabi bu yerdan xuddi shunaqa объединить и поместить в центр bosdim. Mana объединить bo'ldi. Xo'p, endi biz nimaga bunaqa qilyapmiz? Sababi biz hozir jadvalni men sizlar bilan birga chizib olaman. Undan keyin nimaligini tushuntirib o'taman. S ustuniga olib keldim, ya'ni S ustunini ikkinchi qatoriga olib kelyapman. Mishkani chap tugmasini bosib oxirigacha tortdim mana. Oxirigacha tortib oldim. Mishkani chap tugmasini qo'yib yubordim. Endi xuddi A ustunida ham qildik, B ustunida ham qildik. Xuddi ikkita ustunni qilganimiz kabi bu yerdan xuddi shu главный menyuni объединить и поместить в центр ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosib qo'ydim. Bo'ldi. Endi bu yoqqa biz raqam qo'yishimiz kerak. Raqam qo'yayotganimizda qanaqa qilardik biz raqamni? Hop, 1 bosardik. Enter bosdim yoki bo'lmasam tab tugmasini bosaman. Bosdim. Tab tugmasi qayerda joylashgan? Klaviaturani chap tarafida caps lock degan anaqasi bor. Knopkasi bor. Bu yerda Ctrl, keyin Shift turibdi, caps lock, keyin tab tugmasi turibdi. Tab tugmasini bossak ham bo'ladi yoki Enter bosib qo'ysak ham bo'ladi. Endi e'tibor beringlar, mana shu tomonda. Shu tomonimizda mana shu katagimizni pastki 10 burchagida, mana bu burchagida turibdi. Yashil to'rt burchak. Ustiga olib kelsak, plyus paydo bo'ldi. Qop-qora plyus. Mishkani chap tugmasini bosdim. Ctrl tugmasini bosib turibman. Mana Ctrl tugmasini bossam, plyus bilan birga burchagida, plyusni burchagida yana plyus paydo bo'ldi. o'ng tomonida plyus paydo bo'ldi. Ctrl bosdim. Mishkani chap tugmasini bosib turibman. Qo'yib yubormasdan 31 tasini bundoq qo'yib oldik. Endi birinchi navbatda men mishkani chap tugmasini birinchi qo'yib yuboraman. Keyin Ctrl tugmasini qo'yib yuboraman. E'tibor beringlar, mana shu tomonimizda. Bu tomonimizda nima joylashyapti? Bu tomonimizda bizda raqamlar yetmagani uchun, ya'ni 10 raqami sig'magani uchun, 11, 12 lar, umuman 10 dan bu yoqqa sig'magani uchun mana shunaqa rishotka belgisi paydo bo'lib turibdi. Bu hech qanday xatolik emas. Qayta tepasida S ustuniga olib keldim. 31 gacha A gacha olib kelganman-da, sal tortib qo'ydim mana. Mana bo'ldi. Sal tortib qo'ydim. Bizda endi jadvallarimiz mana shu holatga keldi. Endi bu yoqqa tartib raqamini qo'ymoqchimiz. Ya'ni shift bosib men 3 bosyapman. Uzr. Bu yerda biz ingliz tilidan rus tiliga olib o'tishimiz kerak edi. Hop, qayta qilamiz. A ustunini ikkinchi, uchinchi qatoriga keldim. Shift bosib 3 bosdim. Menda endi bunaqa raqam paydo bo'ldi. Tartib raqamini qo'yadigan. Bu yoqqa men familiya deb yozamiz. Familiya deb yozdik, bo'ldi. Endi bu yoqqa biz masalan bugun bu oy noyabr. Hop.
noyabr. Endi mana bu tomonimizda biza AH bilan AH ustunini ikkinchi qatori, uchinchi qatorini olamiz. Объединить, поместить va sentr qildik. AI gacha ham olib keldik. Объединить, поместить va sentr qildik. Endi bu yoqqa tartib raqamni qo'yardik. Tepaga chiqdim. Yana Ctrl bosib turibman. Pastga tortdim. 4 ta raqam bo'ldi. Xo'p. Hop, biz familiya ismlarini qo'yib oldik. Endi bu yoqqa biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Bu yoqqa biz kel deb qo'yamiz. Bu yoqqa kelmadi. Endi mana shularni hammasini oldim. Ya'ni men A ustuniga olib keldimda, mishkani chap tugmasini bosib turib, butun bir o'sha kataklarni tanlab oldim. Tepasidagilarni jирный qildim, qiyinroq qildimda, endi glавный menyuni o'rtaga joylashtirilgan joyi bor. Mana o'ngga, o'rtaga, chap tarafga, anaqa chap tarafga, o'rtaga, o'ngga. Biz o'rtaga qo'yamiz. Tepasigisini ham o'rtaga qilib qo'yamiz buni. Keldik, kelmadi qilib qo'ydik. Endi noyabr oyini ko'ramiz. Bu yerda biz 1-2, 8, 9. Qarang, mana 1-2-ni qo'yibman. Dam olish kunlarini belgilab olganman. 1-2 qildim. Ctrl tugmasini bosib turibman. Ctrl tugmasini bosdim. 8-9ni oldim. Mishkan chap tugmasini bosib turib, mishkan chap tugmasini qo'yib yubordim. Endi glавный menyuda yuqorisida ranglar turibdi. Birinchi mana bu rangimiz o'sha matnni, mana shu katayning ichidagi bor narsani rangini o'zgartirib qo'yar ekan. Bunisi bo'lsa ustunlarni yoki kataylarni alohida qilib shu rangli qilib ajratib berish uchun ishlatilar ekan. Xo'p, 8-9 qildik. Endi bu yerda necha ko'ryapmiz? 15, 16, 22, 23. 15, 16, 22, 23, keyin 29, 30. Mana 31 bo'g'oy yo'q. Xo'p, endi biz bu yoqqa yana bosib qo'ydik. Mana bundoq qilib holatga tushirib qo'ydik. Endi bu yoqqa men plus qo'yibman. Bu tabelda, bu tabel degani masalan o'quvchi 5 kun davomida o'qishga necha marta keldi, o'shani hisoblab berishimiz kerak. Xo'p, plus bosyapman. Men har bittasiga men bittalab plus bosib, masalan plus bosib o'tirishni xohlamayapman. Bunaqa qilib bittasi plus bosib o'tirishni xohlamayapman. Xo'p, buning uchun men nima qilaman? Bitta plusni bosdim, pastga tortdim. Keyin mana bu pastga tushganimizda mana bu burchagida tablitsani, o'sha jadvalni katagini pastga 10 burchagida yashil to'rtburchak turibdi. Yashil to'rtburchakning ustiga olib kelsak, plus belgisi paydo bo'ldi. Endi men o'sha plus belgisi bilan mishkani chap tugmasini bosib turibman. Qo'yib yubormasdan 10 tomonga qarab harakatlandim. 10 tomonga qarab yurdim. Mishkani chap tugmasini qo'yib yubordim. Mana bo'ldi. Bu yo'llarga qanaqa qilamiz? Mana hammasiga mana shunaqa qilib chiqamizmi desak, yo'q. Bu yog'iga sal boshqacharoq qilamiz endi. Shu 2 ustunini 4-qatoriga keldim. Ctrl bosib turib, lotincha S tugmasini, C tugmasini, S emas, S tugmasini bosamiz. Mana bunda nusxa olindi. Endi men butun katayni yig'yapman. Mishkan chap tugmasini qo'yib yubordim. Ctrl tugmasini bosib turibman, qo'yib yubormayapman-da. Keyin 17-sanaga kelib, mishkan chap tugmasini bosib turib, qo'yib yubormasdan hammasini yig'dim. Mishkan chap tugmasini qo'yib yuboraman. Lekin hali ham Ctrl tugmasini bosib turibman. Ctrl tugmasini bosib turibman. Keyin yana 24-sanaga keldim. Mishkan chap tugmasini bosib turibman. Qo'yib yubormasdan butun sanalarni yig'ib oldim. Mishkan chap tugmasini ham qo'yib yubordim.
Ctrl tugmasini qo'yib yubormayapman-da, lotincha V harfini bosib qo'ydim. Bo'ldi manda endi butun katelarni o'zi avtomatik yig'ib berdi. Endi bu yoqqa biza formula ishlatishimiz kerak. Necha kun kelganlarni biz plyus qilib shartli qo'yamiz, kelmaganlarni biz minus qilib qo'yamiz. Endi bu yoqqa biza barobar qo'yamiz. Necha kun odam o'sha o'quvchi keldi, o'shani sanashimiz kerak. Barobar qilaman. Счет deb yozaman. Счет если formulasiga keldi. Mana счет если limit, yana boshqa. Bizga hozir счет если kerak. Ustiga olib keldim. Mishkani chap tugmasini 2 marta tez bosdim. Menga mana счет если ni formulasini chiqarib berdi. Endi счет если ni formulasini chiqardik-da. Endi biza birinchi shartni bajarishimiz kerak. Счет если da 2 va undan ortiq shartlar bajarilishi mumkin. Biza hozir ikkita shartni bajaramiz. Ya'ni men birinchi qatorga keldim, ya'ni birinchi sanaga keldim-da. Mana Azizov yonidan mishkani chap tugmasini bosib turibman. Qo'yib yubormayapman-da. 10 tomonga qarab butun 31 sanagacha bo'lgan hammasini oldim. Butun hammasini yig'ib oldim. Yig'ib olganimda mana ujur chetlari aylanib turibdi. Mishkani chap tugmasini qo'yib yubordim. Endi birinchi shartimizni tugatishimiz uchun biza shift bosib, to'g'ri bosib qo'yarkanmiz. Bo'ldi. Birinchi shartimiz tugadi. Endi shift bosib 2 ni bosaman. Bu qo'shtirnoqni ochib berdi. Men plyus belgisini qo'ydim. Yana shift bosib 2 ni bosaman. Xo'p, endi bu yerda savol ketishi mumkin. Счет если formulasi nimani qilib beradi? Счет если formulasi bizaga shart asosida ma'lum bir qanaqadir belgilarni hisoblab berish uchun foydalaniladi. Masalan, biz hozir bu aytamiz-ki, manga deyapmiz. Manga mana shu men hozir yig'ib olgan, ya'ni mana 1 dan 31 sanagacha bo'lgan butun ustunlarni deyapman. Mana shu butun qatori, mana shu Azizovni deyapman, butun oy davomida deyapman, kelganini, ya'ni o'sha butun yig'ib olganlarimizni deyapman, ichidan mana shu ichidan bizga faqatgina plyus belgisi borlarni hisoblab berdim. Enter bosdim. Mana 20. Hozir bu haqiqatan ishlayaptimi, ishlamayaptimi hozir ko'ramiz. Men 24-sanani minus qo'ydim, tab tugmasini bosdim. Yana minus qo'ydim, tab tugmasini bosdim. Demak, ishlayapti. Tab tugmasini bosdim, minus qo'ydim, tab tugmasini bosdim, yana minus qo'ydim. Enter bosib yubordim. Demak, 16 ta. Xo'p, endi kemat deganiga qanaqa qilamiz? Xuddi shu formula barobar qildim. SC deb yozdim. Счет если ustiga olib keldim. Mishkani strelkasini 2 marta tez bosdim. Mana menga счет если formulasini olib keldi. Endi men yana qayta qo'yaman. Manga deyapman. Mana men счет если ni endi qo'pol qo'yayotganda manga deb aytaylik. Manga birinchi sanadan 31 sanagacha bo'lgan butun oyi sanalarni olganda deyapmiz. Shift to'g'ri bosamiz, olganda deyapmiz. O'shalarni ichidan deyapmiz, shift 2 ni bosyapman. Minus bo'lganlar, ya'ni kelmaganlar, MB bo'lganlarni, ya'ni o'sha minus qo'yilganlarni umumiy jamisini hisoblab bergan deyapmiz. Shift bosib turib, yana 2 ni bosdim. Enter bosib yubordim. Bo'ldi. Demak, menda kelmaganlar o'sha 4 kun kelmagan ekan. 1 2 3 4. Haqiqatan bu ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Hozir ko'ramiz. 17-sanani ustiga olib keldim. Minusni bosdim, tab tugmasini bosdim. Demak ishlayotgan ekan. Yana minusni bosdim, tab tugmasini bosdim. Demak ishlayapti. Bo'ldi. Buni o'zingizlar mustaqil ravishda mana bu formuladan foydalanib mustaqil bajarib ko'ringlar. Mana shu 4 tasini o'zingizlar qilib ko'ringlar. Bu o'zingizlar qilib, keyin o'sha formulaga qarab yodlab qo'yinglar. Masalan, formulani burchiga olib kelib tortib olishimiz ham mumkin bunday qilib. Hammasini shunaqa qilib tortib olishimiz ham mumkin. Lekin buni
birma-bir o'zimiz qo'limiz bilan yozib chiqsak, o'sha formulani eslab qolish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Buni ham xuddi shu keladiganlarni ham xuddi mana shunaqa qilib biza minuslarni qo'yib chiqishimiz mumkin. Bu yoqqa bitta minus qo'yaman, bu yoqqa bitta minus qo'yaman, bu yoqqa bitta minus qo'ydim. Mana bo'ldi. Xo'p, shu testli formulasini vazifasi shu ekan. Biza tabel misolida ko'rib chiqdik. Ya'ni o'sha tabelda biza aynan shu testli nima vazifani bajaradi? Shu testlini vazifasini yana bir marta tushuntirib o'taman. Shu testlining vazifasi butun kateyni yig'arganda o'shalarni ichidan dodni faqat yo plus belgisini qo'yilgani yoki minus belgisini qo'yilganlarini umumiy jamisini qo'shib hisoblab berar ekan. Bu ko'paytirib bermaydi, bo'lib bermaydi va foizini chiqarib bermaydi, faqatgina qo'shib beradi. Nechta borligini qo'shib oxirida jamini o'sha jamini natija sifatida chiqarib berar ekan. Shu testli formulasi shu edi. Salomat bo'lasizlar.